like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is Hatto agar videoyimni oxirigacha ko'rsalar, buni bilib nima ko'rasizlar. Videomiz boshlanishdan oldin hamma kanalimizga o'tib, bitta like, bitta obuna bosib qo'ysang, iltimos obuna bo'lib kuzatmaydiganlar yaxshi bala bo'lmaydi. Iloyim shu obuna bo'lmaganlarda boshiga anavi ot tepib ketsin. Mana shu tepib ketsin. Qanday biz videomiz. Xo'sh, birinchi navbatda biz o'zimizga kerakli bloklarni olamiz. Masalan, men yog'och oldim, keyin mana uni ham olaman. Keyin ag'iga tosh olishim kerak. Toshlardan har xil nimalarni olib boraman. Toshga o'xshagan nimaga o'xshagan bloklar bo'lsa, o'shaga o'xshash bloklarni olishlarini tavsiya etaman. Endi qaranglar, lifehack iti xo'sh. Bizni unchalik katta ham emas kerak, unchalik kichkina ham emas kerak. Sizlarga maslahatim 10 dan 13 gacha bo'ldi. Undan nima bo'lib ketadi? Mayli, sizlar YouTube streamer bo'lsalaring, o'zingga kichkina uy bo'lsa, uzunligiga 7 eniga nima deydi? Adashib ketdim. Qaytaga eniga 7, uzunligiga 10 qilish kerak. Bo'ldi-ku. Xo'p, bizga birinchi navbatda mana shunday bloklar kerak bo'ladi. Har xil shunaqa qilasizlar. Iloji boricha bir-biri bilan yaqin yo o'xshash bo'lib qolmasligi kerak. Shunday. Mana shunday qilib davom ettiraveramiz. Biz qancha 1 2 3 4 5 6 takror qilganda 7 endi ba'landi. 2 3 4 5 Bunday qilib 7 7 8 9 o'zasini diskasini olmoqchi bo'lmaydi. Xo'sh, nima deydi? Nima bo'lsa, xullas obuna bo'linglar, iltimoslarda hamma bir xilga qizlar deylar, bir-ikki stream qiladi. Mintani подписчик yo'q. Biz balla hayotda подписчик yo'qamiz. Nima? Sizlarda подписчик yo'q. Ko'p balla qizlarga bosadi. Nimaga bilmadim. Qizlarni tilga olmaylikda, o'zimizdan ko'ra. Hali qilaveraylik. Shunaqa uy qurishlar emas. Qaranglar, hozir uyni ko'rib keyin rahmat, biratan addushi zo'r qurarkansiz, deb orasizlar, manjob. Desam shominglar, mayli, men ham ezvalanib ketdim. Unda kam gapirib, ko'proq ishga beramiz mana. Hali zo'r chiqdi, bilaman. Sizlarga ham yoqyapti. Endi buni bag'ida bunaqa chiqishimiz kerak. Men o'zim nimaga bir xil qo'yapsan-ku desalaring, hozir mana toshlarni o'zim alohida qilib ajrataman. Birinchi qo'yib olaydi. Keyin unaqa qilib yotmayman-da, unaqa qilib. Nima deydi? Xuddi shunaqa nima bo'lsa ham bu tomga ishlataman. Mana uni ishlataman. Bu pastiga u qolganlari tom tarafdagilarga. Tom deyman, tom emas endi. Tepa qavatiga xullas. Tepa qavatam desam to'g'ri kelmayapti. Nima bo'lsa ham-da. Xuddi shunday qilib chiqasizlar. Keyin sizlarga aytib qo'yinglar. Kommentariyaga fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Kimga Messi, kimga Ronaldo yoqadi? Agar Ronaldo bo'lsa obuna, agar Messi bo'lsa like bosib qo'yinglar. Ko'ramiz kim fanatchiklari ko'p ekan. Bilib olamiz. Nima bo'lsa ham menga masalan Messi yoqadi. Ko'pchilik aytish mumkin. Messi g'alati, yoqmaydi. Unda Ronaldo zo'rku, biratishga nima qilasan? Messini deydiganlar uchun. Masalan, Messini unchalik ko'p odamlar yoqtirmasa kerak. Baribir men uchun qalbimda bir xilgina yoqmas. Lekin menga baribir yoqadi.
Hammani o'zi masalan fanatchiki bor. Agar gapim to'g'ri bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir bilaman, juda ko'p odamlar negativlik qiladi. Messi bo'lmaydi, Ronaldo yaxshi. Menga masalan Mikrosi ham yoqadi. Ko'proq Messi yoqadi. Hamma o'zini fanatchigini qo'llaydi. Shuni esingdan chiqarmanglar. Bilsalaring, bilasizlar endi. Endi aytdim qo'ydim har joylarda. Boshqacha dizaynlardan ham kiritamiz, mana. Hop, uyda atrofiga keladigan bo'lsa, aytganimcha bor. Aytganimcha bor. Endi bo'lsa, mana shu joyga boshqacha nimalarni qo'yamiz. Bu bloklar endi bizga kerak bo'lmaydi. Bunisi 100 talik. Endi faqat oq blok mana. Eman daraxtmidi. Xullas nima bo'lsa ham. Xuddi hozir telefonim mazasi qochyapti cho'da. Hoppana, bir-biriga pashol yubormasa bo'ldi chiqib. Mayli, pashol desa do'sin. Bir xil qilib qo'ymasam bo'ldi. Ana. Ancha unchalik yomon chiqmayapti. Tinchgina mana ularni xullas shunga o'xshagan. Xato qildim. Xuddi mana shunday blokda bo'laydi. Ana o'shanda bir-biriga pashol bermaydi. Nimaga hozir fizika qonunlari to'g'ri kelmayapti bog'da? Hop. Bog'da mana bu 3 bo'lmadi. Unda meni ochiq turgan yaxshi-da. Yopiq turgandan ko'ra ochiq turgan men uchun qulayroq bo'lyapti qandaydir. Hop. Tezroq quraray yaramas. Bor. Uka, qalaysan? Bor, anaqada qumini o'ynasam, ko'rsam yoqmayapti. Bor uka. Hech shunaqa ham odam harom bo'ladimi? Cho'chqa harom bo'ladimi? Basharingga san o'sha qo'y yog'i. Ana. 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 Qandaysiga? Yo'q. Hozir men tushunmadim, o'lyapti bu yerda. Qanday? Yo'qmi-yo? Yibatsam mana alam qilishing kerak degan odam yo'qda. Endi nima qilayman men? Bu bog'lar. Men nima padaringga limonad. Xullas shular qo'yamiz. O'kalar ko'p gap cho'zmaymiz-da. O'kalar bilasizlar, Toshkentlikman, o'kalar jallaman bilasizlar. O'ka, bir ikkita gapirishni bo'ldi, uxlataman o'kalar. Abdushi menga buni gapirib, meni ovozli qilib o'tirish shart emas o'kalar. Men bilaman, men o'sha Toshkent ko'rgan bo'laman, jallod. Xullas, o'kalar bitta kelamiz. Buni bu pullar o'kalar shu yoz oxirigacha 250 mingga bo'lishimiz kerak bo'ldi. Qanday video boshlashimizga yil bo'lib ketdi. 10 yil oldin boshladik. Men ham tezroq qursam yaxshi bo'lardimi? Shu tez qurgim kelmayapti-da, qandaydir. Videoni ham tugatgim kelmayapti. Video haddan ortiq cho'zilib ketsa, sizlarning vaqtlaringni olaman. Shuning uchun qimmatbaho vaqt olmagan holatda men uylarda qurishni boshladim. Xuddi shunday bag'aga 3. Voy,
Va la la la. Mein digi 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 shalala mete bete de va la 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 va la 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 la. Mein digi digi shalala mete bete de va la 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 va la 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 la. Xullas, rus tilini bilmayman, lekin ashulalarni juda yaxshi ko'raman. U anaqada qo'y turibdi. Uka baqaka qurishvor sani deb mana shu uylarni quryapman. Qo'llarim og'rib ketdi. Uka, ke insof berguray, qurishvorgin. Odammassan-da. Odammassan-da. Nima yozib buni oldim o'zim turib. Bitta baqa. Xuddi shunday qilib chiqamiz, okalla. Aybga buyurmaysizlar, okalla bilasizlar-mi? Hozir fizika qonunlari bir-biriga tupuryapti. Bilmayman. Ana endi ana endi bir-biriga tupurmaydi. Bitta mana blokda olsa, umuman tupurmaydi. To'g'rimi? Gapim to'g'ri bo'lsa bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Noto'g'ri bo'lsa obuna bo'lmay qo'yaveringlar, mayli. Men xafa bo'lmayman. Birinchi bu-ku uka nimaga shol bo'lyapsan? G'ani chuchimen o'g'limjon, chuchimen. Voy, birinchi mana deydi-yu. Keyin tosh, ha. Dum bo'limaki, shum bo'limaki. Shum bo'limaki, dum bo'limaki, shum. Nimaga hozir nohaqli-yu? Вообще uka, sen ko'zing ko'r ekan. Hop, mana bunga buni qo'ydim. Ana endi adolat nima bo'ladi? Barqaror bo'ladi. Qaqir nima qilyapsan ey? Miyam sepadan tilim sepadan chiqib, miyamdan ham chiqib ketyapti borib. Xo'sh, mana nima dedim men? Tom qurish uslubida menga yetadigan yo'q hali. Birachkalarim sizlarga ancha yillar bor. Endi ota-bobolarimiz qilgan usuldan yana foydalanamiz. Baytga bu, xuddi shunday. Keyin manitga bu. Ana endi yana fizika qonunlariga to'g'ri kelmayapti. Nima qilay mendamay? Voy, birinchi. Hop. Nima qo'yilmaysan uka? Xo'sh, obunachilar kechilasizlar. Men ham juda ko'p saylab oldim. Endi saylamasam tura olmayapman. Bir-balo bo'ladi endi. Nima qilasizlar? Siqilib. O'zingizni siqiltirmanglar. Okalar sizlarga maslahat. U siqilishdan foyda degan janovar hali hech kimda yo'q u. Hech kim siqilib bunday nima bo'lib qolmagan. Shuning uchun videoga obuna bo'linglar. Qani bir ko'raylikchi. Yo, qizlarga nimaga sizlar bitta savolda qizlarga podpiska bo'lasizlar. Ballarga podpiska umuman bo'lmaysizlar. Bu adolatsizlik nima? Shunchalik xotin qo'li bo'lyapsizlarmi? Davay obuna bo'linglar nima? Jalkami yo'q, jalkami bo'ldi. Jalka deylar. Jalka deylar bo'ldi. Men tushunaman o'zi. Bunaqa nima ballar chipuha u haqiqiy mujiklar qizlarga emas, ballarga bo'ladi. Au. Voy. Men bularni o'zim qurib bo'lgandan keyin ko'rsataman. Ungacha vaqtlarim ketib bo'ladi. Tezda qurib olib keyin qilaman. Va, nihoyat oradan 10 yil o'tdi. Mana qurib bitirib bo'ldi. Mana natijasi xuddi shunaqa blok. Bitta kub bitta kubni olasizlar, keyin mana unaqalardan qo'yib chiqasizlar. Har xil, masalan, xuddi shashkaga o'xshaydi-yu, ketma-ket, masalan, toshdan keyin mana unaqa pishirilgan tosh, xuddi shunday narsa. Mana natijasi ko'rinib turibdi. O'zi deraza olaman. Eshik olishim kerak.
eshigiga oddiy eshik yo ikkita variant bor. Ikkovsidan bittasi. Mana shu eshiklar sizlarga aniq chotga tushadi. Menga yo'q. Dushi. Buni e'tibor berib turgan bo'lsalaring, Minecraft'da grafikasi yaxshi. Buni ham qanday qilishni o'rgataymi va mandanaqangi nastroyga va kompyuter versiya qilishni ham o'rgataman. Ko'ramiz, agar aktiv qanday bunday yaxshiroq bo'lsa, Minecraft'da kompyuter versiya qilishni to'liq o'rgataman. Boshqa youtuberlar aytgan yolg'onlardan ko'ra, yolg'on emas. Xullas, to'liq tushuntirib o'taman Minecraft nastroykalari va Telegramga o'tib qo'ysalaring, men o'zim sizlarga anuni tashab qo'yaman. O'zbekcha modda Minecraftni o'zbek tilida mazza qilib bemalol o'ynaysizlar. Xuddi shunday qilib chiqasizlar. Mana bu ikkita araliq joy qoldi. Qarab turinglar. Mana shu joyda bilasizlar, men professionalman desam ishonmanglar. Chunki endi ko'p turibsizlar desam ham ishonmanglar. Boshqa gamga o'zi hech qancha bo'lmagan. Ujus surasimmi? Uka qo'rqityapsan meni, uka. Men qo'rqyapman, nega rostsan, seriously. Nima bu 3 talik rasm bo'lmaydi. Bo'lmasa bunday qilib qo'yamiz-da, mana bunday qilib. Qarayda hali joyda, hali. Mana qundinni olamiz. Mana bunday qilamiz. Bunday qilib qo'ysa o'g'lini. Men har bir vaziyatdan yo'lini chiqib ketishni bilaman. Dushi. Araliq masofa xuddi shunday. Qaranglar, bolalar, bitta blokdan joy ochamiz. Mana masalan, men o'zimga uy qursam, ijodiy, masalan, boshqalardan ko'chirmayman. Maslahat olishim mumkin, lekin ko'chirishni yomon ko'raman. To'g'ri, oldin yoshimda ko'chirganman, hozir emas. Faqat sanduqlar qo'yamiz. Ba'da provat bosib qo'yamiz. Nima bo'sh qolgan joylarni stollar bilan to'ldirib chiqamiz. Bo'lmadi, menga masalan tushmadi. Gilamlar qo'yib chiqasizlar, xohlagan gilamlaringizni. Masalan, oq. Mana xuddi shunday uy paydo bo'ldi. Masalan, sizlar shaxmat sifat qilishingiz mumkin. Manaqa qora yo bo'lmasa qizil qilib chiqasizlar. Bo'ldi, shu. Xo'p, hammaga xayr. Sizlar bilan bugun Paris Minecraft bo'ldi. Keyingi videolarda nima haqida kompyuter versiya qilaman yo Minecraftda to'liq nastroykasini tushuntiraymi? Kommentariyaga yozib qoldiring. Agar aktiv normalniy bo'lsa, keyingi videoni ham olib ko'raman.